agar san dedim xudo xohlasa kelin olib qo'ling bilan dedim bitta chertsang dedim san ketasan uydan kelin emas dedim ming tili bo'lsa ham san ketasan man hazil tariqasida aytasizmi yo'q man to'g'ri o'tkazib gapiraman man kalta yegan ayolni tushunaman dedim bilaman ham dedim man unaqa qaynona bo'lmayman dedim san agar bitta ursang dedim man senga aytaman o'g'lim dedim ketasan uydan dedim man o'zim uni tarbiyalab olaman dedim hech kim ajrashaman deb erga tegmaydi ajrashaman deb o'ylamaydi dedim oyi man urmayman bilaman-ku dedi man prosta aytib qo'yganman hozir ishimda qolsin onam aytgan edilar man borim bor yo'g'im bor qachongacha yashayman bilmayman dedim lekin aytib qo'yganman urmagin chiroyli uchun tur uyga olib kirib chiroyli uchun tur ho'p oyi o'shani aytaman bilasizmi qanaqa erkak uradi ayolini ko'chada hurmati yo'q kuchi yo'q odam ayoliga kelib man sherman deydi chunki u ko'chada sotdek bo'ladi uzru to'g'risi ko'chada kuchi yetmaydigan odam ayolini kelib uradi biz ojizamiz dedi ming hokimiyatda ishlasin ayollar ming palon katta joyda ishlasin baribir ayol ojiza urmasin